salkam meni aktrisa qilib yubordinglar. Rahmat kattakon. Tarixiy kinolarda o'yin o'ynasangiz bo'lar ekan deb. Rahmat. Yangi qo'yilgan proyektim Hamshahar uz reklamasini qo'yganimda, yangi video rolikini taqdim etganimda hamma "O, kino" debsizlar. Na samom деле bu kino emas, bu hayot azizlar. Bu Hamshahar yangi proyektim. Bu Yunusobodda joylashgan bo'lib, 19-kvartalda joylashgan va narxlarni sizlarga aytaman. Bu reklama emas, bu maslahat, bu tavsiya mendan. 70 million so'm evasiga uy olganmisiz? Mana shu yerdan uy olasiz 70 million so'mga va oyiga 7 million so'mdan to'lanar ekan. Men sizlarga hozir o'rta holini aytyapman. Bundan ham past narxlar bor. Shuning uchun oldindan sizlarga aytib qo'yapman. Xabarlar bo'lsin, oldini olinglar, ogoh bo'linglar, telefon qilinglar. Birinchi reklama qo'ygan kunim o'zidayoq 1000 ta odam telefon qilgan. Bu juda katta natija ko'rsatkich deb o'ylayman va nima ekan deb qiziqqanlar ham ko'p bo'lgan. Menga ko'pchilik yozdi. Nima bu? Mana men sizlarga aytyapman. Bu uy bu vatan bu o'rtoqlar. Va hozir zastoychiklar bir ishonging keladi, bir ishonging kelmaydi, lekin bunga ishonsanglar bo'ladi. Avvalo va oxiri yaratgan egam, lekin eng yaxshi mutaxassislar ishlashyapti va albatta hozir srogiga yetkazib bersa ham katta gap, lekin bu yerda shunaqa yaxshi ish ketyaptiki, jarayon ketyaptiki, hali savdo ofisi ochiq emas, uy qurilishga boshlagan. Bemalol ko'zinglar bilan borib ko'rsanglar ham bo'ladi. Men Nilufar Usmonova sizlarga o'z maslahatimni berdim. Qo'shni bo'laveramiz, o'zimda ham bor edi. Men ham olib qo'yganman miyamda. Sizlar bilan borib o'sha kuni men ham xarid qilib olaman o'zimga, xudo xolasa. Shu uchun nima qilamiz? Bo'lsa bo'lsin, Hamshahar bo'lsin. Yaxshi, nima deydi? Uy olma, qo'shni ol.